Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi sizlar bilan ko'rib chiqadigan savolimizni Telegram kanalidagi obunachilar va direktga bu savol o'quvchilar juda ham ko'p yozishadi. Demak, shu videoda bitta umumiy javob bo'ladi shu bitta donagina savolga. Demak, men rus tilini o'rganmoqchiman va uydagi kitoblardan, gazetalardan yoki maqolalardan foydalansam bo'ladimi? Ularni ovoz chiqarib o'qisam qanaqadir natijaga erishamanmi yoki yo'qmi degan savolga javob. Agarda siz uyingizda ertaklar, romanlar yoki zamonaviy psixologiya kitoblari bo'ladigan bo'lsa va siz rus tilini noldan o'rganadigan o'quvchi bo'lsangiz, demak sizga sal boshqacha kitoblar to'g'ri keladi. Birinchi o'rinda rus tilini noldan o'rganayotganingizda Chitaym по-русски kitobidan foydalanishingiz mumkin yoki Chitайте и наслаждайтесь kitobidan foydalanishingiz mumkin. Shu ikkita kitobda eng oson matnlar to'plami mavjud. Bu kitoblar Telegram kanalimizda bordir. Ikkinchisi, agarda siz rus tilini tushunsangiz lekin gapira olmasangiz, aynan shunaqa toifadagi o'quvchilarga kiradigan bo'lsangiz, unda sizga shkatulka yoki 50 ruskих tekstov kitoblari to'g'ri keladi. Bu kitobdagi matnlar o'rtacha murakkablikdagi matnlar deb hisoblanadi. Uchinchi toifadagi bo'lsangiz, misol uchun agarda siz rus tilida gapirasiz, tushunasiz, lekin gapirishingiz xato bo'ladigan bo'lsa, unda o'zingizga xohlaganingizni tanlang. Romanlar bo'lsinmi, zamonaviy psixologiya bo'lsinmi yoki qanaqadir gazetalar, maqolalar ham sizga to'g'ri keladi. Endi savol: agarda men rus tilini noldan o'rganadigan bo'lsam, nahotki men uyimdagi kitoblardan foydalana olmayman? Gazetalar o'qish yomonmi, maqolalar o'qish yomonmi? Uydagi bor kitoblardan foydalanish bu yomonmi degan savol tug'ilishi mumkin. Javob: yo'q, yomon emas. Gap shundaki, hozir aytib o'tgan kitoblarimdan gazetalar, romanlar va hokazo. U yerda juda ham ko'p adabiy so'zlar ishlatiladi. Rus tilini endi o'rganayotganimizda biz iloji boricha birinchi o'rinda adabiy so'zlardan boshlamasligimiz kerak. Bizni tezroq gap bitirishga majbur qiladigan oddiyroq so'zlardan boshlaymiz. Shuning uchun men tavsiya qiladigan kitoblardan foydalanishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu barcha kitoblari PDF varianti bizning Telegram kanalimizda bor.